umuman mana shu Flutterga edi. Umumiy Flutter haqida, kitob haqida ma'lumot berganda. Endi esa Dart o'ziga introduction deyapti. Introduction deganda Dart o'zi qanaqa ishlaydi, nimaga Dart o'ylab topishgan. Shunga o'xshash savolga javob topsanglar bo'ladi. Gaplashib o'tiramiz, to'g'ri? Hozir Sodiq. Hop, Dart deyapti, client optimized. Ya'ni bizga kod yozishimizga ancha qulay qilib berilgan. Ya'ni juda murakkab emas. Haligi C++ da bir nimalar yozsanglar, ancha ko'p kod yozasizlar, qo'l charchab ketadi. Ha, ancha qulay. Keyin garbage collector degani sizlar o'zgarcha ochyapsizlar-ku. Gaplashib o'tiramiz, balki. Keyin gaplashasizlar. Garbage collector degani sizlar o'zgarcha ochasizlar-ku. O'zgarcha ochganingizda u telefonning xotirasi saqlanadi. U xotiradagi ma'lumotlar ko'payib ketib qolsa, telefon qizib ketadi. Telefon sekinlashishni boshlaydi. Chunki RAM-ni bilasan, RAM kichkinaroq telefon degani kamroq xotira saqloladi degan. Misol uchun sizlar 2 GB saqlab olsanglar, telefon RAM to'ldirib qo'yishingiz mumkin. RAM to'ldi degani ishlamay qoldi, qotib qoladi telefon. Bitta garbage collector shu saqlayotgan o'zgaruvchilarni chiroyli tarzda boshqarib beradi. Ya'ni kerak emas o'zgaruvchilarni RAM dan o'chirib tashlaydi, RAM ga kerakli o'zgaruvchilarni saqlaydi. Shunaqa qilib boshqarib beradi. Flutter API-lar telefonni qizdirib yubormaydi. O'zi ham ancha chiroyli qilib harakat qilib beradi. Xotirani chiroyli boshqaradi. OOP language degani shu klasslar bilan ishlasa bo'ladi. Klasslar bilan ishlasa bo'ladi. OOP'si bor. Ba'zi tillarning OOP'si yo'q. Ularda kod yozish ancha qiyin. Bitta tilni o'rgansa, ikkinchi tilni o'rganish oson bo'ladi deydi-yu. Shu OOP'li tilni o'rgansanglar, hozir Dart ham shu OOP'li til, boshqa bitta OOP'li tilni o'rganib olishingiz oson bo'ladi. Chunki bitta tamoyil ostida qilingan bo'ladi-da. OOP bo'ladi, OOP bo'ladi. Shunaqa. Bir-birini o'rganib olishingiz oson bo'ladi, bir xil strukturada qilingan bo'ladi. Xo'p. Dart aytadi Javaga C# ga o'xshaydi deydi. Java yo C# bilsanglar, buni o'rganishingiz oson, yo Dartni o'rganib turib, keyin Javaga o'tsanglar, Javani o'rganishingiz oson bo'ladi. Ha? Balki bir-biriga juda yaqin. Qaysi platformalar support qiladi? Dart juda ham asosan operatsion sistemasi bormidi ishlayveradi. Masalan, mana bunda operatsion sistema nima? Nimada? macOS to'g'ri? Sizlarda Windows. Masalan, telefonda masalan iOS bor, Android bor. Ya'ni sistema bo'lsa, tegida biz Dartda yozgan kodimiz ishlayveradi. Sistema bo'lsa bo'ldi, yashab ketaveradi. Keyin bu yerda qanaqa ishlashini ko'rsatib bergan to'g'risi. Bu yog'i orqasida nima bo'lishini berganda, qanaqa RAM bo'lishi, qanaqa ishlashi, Dart ishlashi, qanaqa kompilatsiya bo'lishi, bir nimalarni ko'rsatib bergan shart emas. Qanaqa kompilatsiya bo'lishi, o'zingizlar o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Qisqasi maqsad qanaqa? Dartda yozgan kodinglar, Androidda ham, iOSda ham, macOSda ham, Windowsda ham ishlayveradi, Linuxda ham ishlayveradi, webda ham ishlayveradi. O'sha qanaqa tartibda o'tkazilishi, ya'ni sizlar Dartda kod yozasizlar, u shu misol iOS kodsa, iOS tiliga tarjima bo'ladi. Boshqasiga o'tsa, boshqa shu platformaga tarjima bo'ladi. Shunaqa tartibda ketaveradi. Bitta shu qanaqa tarjima bo'lishini ko'rsatib bergan. Shart emas. Webga qanaqa tarjima bo'lishi, va texnik Dart2JS degan tooldan foydalanib tarjima bo'lar ekan, shart emas. Dartda yozayotgan kodinglar mana shunday bitta o'tadi-da, qo'ldan bitta o'tadi. JavaScriptga o'tib qoladi. Webda ham RAM bo'laveradi. Masalan, webda test qilasizlar-ku. Shunaqa tartibda ishlaydi. Bir orada bir bunga qaytsak bo'ladi. Ya'ni hozircha yuzaki o'tib ketamiz. Kurs oxirida ham bitta qaytsak bo'ladi. Bitta ham shu haqida gaplashgan. Keyin package system. Bu sal qizroq joyi. Ya'ni packagelar qanaqa manage qilinadi? Packagelar. PubDev degan sayt ko'rdik, to'g'rimi? Ichidan har xil package ishlatib yuribmiz. Nima package ishlatyapmiz? O'sha package bor. Asl millagan packagelar bor-da. Packagelar ham ikki xil bo'ladi. Birinchisi o'zi Flutter ichida keladigan packagelar bor. Masalan, Dart.io degani, Dart Collection deganlar bor. Dart.io ni ishlatdik, to'g'rimi? Haligi inputlarda, outputlarda bor-ku, stdin, readline sync qilib yozib yurardi Dartda. O'sha payt yo'qda fayllar bilan ishlaganimizni ishlatdik. Ya'ni bu Dart o'zida keladi. Buni PubSpec amalga qo'yish shart emas. Keyin PubDevdan topiladiganlar bor. Ularni packagelarni topish kerak. PubDevni chekirib turib, saytni chekirib, PubDev degan saytga kirib turib, packagelar qidirib topsanglar bo'ladi. Link ustiga bossangiz kirib ketadi. Bularni odatda Dart Flutter degan qaysidir odamlar chiqarib qo'ygan. Biz ham chiqarsak bo'ladi package. Shular chiqarib qo'ygan. Aytadi, PubDevga bor, o'sha yerdan package qidir, keyin o'rnatib oldi. Faqat deyapti, albatta aytib qo'ygan.
package topganda, misol uchun Google Fonts deydi. Package topdik, kirdik. Ama like bilan pop pointsga qarab qo'yish kerak. Like nima degani? Qanchalik ko'pchilik yoqtirgan. Pop points degani shu filtr o'zi testlardan qanchalik yaxshi o'tgan degani. Shuni hal qilib beradi. O'shani qara, likelar ko'pmi? Shu reputation ham shu pop points degani ham shuncha yaxshimi? O'shanda ishonchli bo'ladi-da. Masalan, oddiy odam ham chiqarib tashlaveradi. U ishonish qiyin. Masalan, noto'g'ri kod yozib qo'ygan bo'lsanglar, bu qo'ygan bo'lsa, proyektinglarda ishlatsa, ishlamay qoladi-da. O'shaning uchun tekshiraman. Tuzukroq odam, kuchliroq dastur chiqargan bo'lsa, keyin ishlat deyapti-da. Mana shunaqa qilib likelar bilan tekshirib olsanglar bo'ladi. Likelarni, reputatsiyasini soni bilan. Hello World chiqarish ko'rsatib bergan oddiy. PubDevga, Dartpad'ga kirib turib, print bir nima desanglar chiqadi, to'g'rimi? O'shani tushuntirib bergan. Dartpad'da ishlatsanglar bo'ladi. Dartpad'da endi boshida mana shunaqa yozsanglar bo'ladi degan, u bu tushuntirib bergan. Qisqacha bunday kod yozishni bilamiz. Endi bu Dartga introduction deyapti, ya'ni Flutterga introduction deyapti. Dartga introduction qildi. Dart haqida tanishtirib berdi, qanaqa ishlashi, Dart packagelarini ko'rsatib berdi. Endi Flutterga introduction deyapti. Flutter bu UI tool hisoblanadi. Ya'ni sizlarga UI chiqarib beradi bo'ldi. Ekranni boshqarib beradi sizlarga bo'ldi. Desktop, web, mobile application tutsa bo'ladi. Labi? Qara, Dart mana ichida borku operativ sistema bo'ladi. O'sha bilan gaplashadi Dart. Ko'p o'shani ishlashga yaraydi. Flutter esa o'shani ustiga qurib qo'yilganda Dart kod bo'ladi. Mana shu ekranini boshqaradigan qilib qo'yilgan Flutter ichida. O'sha framework deyiladi. Ya'ni sizlar biror bitta telefonni ekranini boshqarsanglar bo'ladi. Istagan joylarga widgetlar qo'yib, tekstlar chiqarib, buttonlar chiqarsanglar bo'ladi. Framework shu vazifasi. Ekranni boshqarib berish. Ertaga sizlar backend frameworkni ishlatsanglar, erta UI kerak yo'q, to'g'rimi? Backendda UI yo'q. O'shaning uchun erta UI boshqarib o'tirmaydi, balkim databazani, o'sha narsalarni boshqarishni bo'yiga olgan bo'ladi. O'shani yengillashtirib bergan bo'ladi. Flutter tagida ham aslida olganda Dart kod yozilgan. Dart ichida kod yozishgan. Hop, shu applicationlar tutsa bo'ladi Flutterda. Hop, qanaqa ishlaydi u? Odatda native applicationlar qanaqa ishlaydi? Mana shu narsa ancha qiziqarli. Biz tuzgan application bu native Android va iOSni native tutsaydi. Biz native tuzmaymiz. Native Android o'zida kod yozib, iOS o'zida kod yozib tuzilgan dastur. Android o'ziga tuziladi, iOS o'ziga tuziladi. Endi sizlarni yozgan kod deydi. Yozgan kod bo'ladi. Sizlar yozgan kodni telefonda lokatsiyasiga, kamerasiga, bluetoothga bog'lana oladi. Bu telefonni hardverlari hisoblanadi. O'shaning bog'lanadi. Endi native qanaqa bog'lanadi? Shu kodga to'g'ri bog'lanib kelaveradi. Biroqda ham widgetlarga bog'lanadi. Flutterda har xil widgetlardan foydalanamiz, konteyner nima biladi. Masalan, iOS, Android o'zida ham shunaqa widgetlar bo'ladi. O'sha widgetlardan foydalanaveradi. Biroq canvas degani, buttondan foydalanganimizda yuzini touch degan bizga beryapti, bosgan. O'shalardan foydalanib keltiradi. Bu native qanaqa ishlaydi? Sizlar yozgan kod, sistema hardverlari, balki sistemaning widgetlari. O'shalardan foydalanadi. Bizlar ham qanaqa ishlaydi? Bizlar ham sal boshqacha. Bizlar yozgan kod, har bitta sistemaga alohida ish. Har bir sistema o'zini hardver haqi bo'ladi. Masalan, iPhone GPS boshqaroq hisoblanadi, Android boshqaroq hisoblanadi. O'shaning uchun bitta bir ishlaydi. iOS bo'lsa, iOS widgetlaridan foydalanadi. iOS oylik widgetlardan foydalanadi. Va o'zi platforma API-siga balki hardver lokatsiyasidan foydalanish, kamerasidan foydalanish, iOS o'zining kamerasidan foydalanadi, Bluetoothdan foydalanadi. iOS qurilmani o'zini shu hardverlardan foydalanadi. Agar sistema Android bo'lsa, Android sistemasidan foydalanadi. iOS cheta ochishdan Androidni API-lardan foydalanadi, va widgetlardan foydalanadi. Avval bitta difference bo'lib qoldi, bitta shart bo'lib qoldi. Android bo'lsa, iOS bo'lsa bitta foydalanadi. Shu bitta qo'shimcha etap qo'shilib qoladi bizlarga applicationlarimiz. Shunaqa ishlaydi. Xo'p, endi bizga React native
reaktiv bilan faqat ishlash uchun boshqacha bir xil texnologiya bu reaktiv qanaqa yozgan kodda reaktiv native kodda reaktiv kod bridge bor bridge degani boya biz android bo'lsa android kitob ios bo'lsa iosni oldiku bridge bu narx o'tirmaydi balki agar siz yozgan kodni bittalab ishlab chiqaradi orada qo'shimcha tabloqlarni android bilan iosni bridge translator bo'lyapti ya'ni yozgan kodni android bilan iosni translate qilib beradi Verdiğimiz. Ha. Orada bridge turadi-da. Shuning chuqurda. Tashlab ko'rish balki chiroyliroq tushuntirib beradi. Hop, qanday? Mana buni ham tashlab ko'ring. Native versus nima? Flutter versus native. Native ni ham tashing. Teach. Yana nima desa bo'ladi? Bo'ladi. Android bilan iOSga separate app tuzasan deyapti. Hamma narsalarga qo'ling yetadi, lokatsiyasiga, kamerasiga, hammasiga tez ishlaydi. Ko'proq kod yoziladi, chunki Android bilan iOSga yoziladi. O'zi operatsion sistemani widjetlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi deyapti. Ya'ni orada to'siq bo'lmaydi, mana bridge ko'rdik-ku, shunaqa bridge bo'lmaydi deyapti. Androidda yozsang, Android uchun qurilma yozsang, iOSda ishlamaydi deyapti bu narsa. Ya'ni bittasiga yozasan deyapti-da. Bittasiga yozasan, lekin cho'tka ishlaydi deyapti. React Native'da JavaScript tilda translate qilar ekan. Ya'ni u translator bo'lib berar ekanda, JavaScript tarjima qilib berar ekan. Tarjima qilib bersa, bizda bitta JavaScript React Native'da yozilgan kodni translate tarjima qilib berar ekan. Nimaga tarjima qilib beradi desa, u har bitta platformaga, Androidga bo'lsa Androidga, iOSga bo'lsa iOSga tarjima qilib berar ekan. Bitta application tuziladi, JavaScriptda yoziladi, Androidda iOSda ishlaydi. Platformani kamerasi boshqasi bilan gaplashayotganda bridge degan narsadan foydalanar ekan. Bridge bu shu boya aytganimizdek translator bo'lib beradi. Ya'ni nima xohlayotganiga qarab turib tarjima qilib beradi. Buni hozir ham so'raymiz. Native bilan bir xil ishlaydi, lekin sekinroq ishlaydi. Nimaga? Chunki bridge bo'ladi-da. Xuddi nima bilan bir xil ishlaydi. Mana bu Native'da bor-ku, Native boyagi OEM widjetlarni oldi, platforma API'larni oldi. React Native ham xuddi shunaqa oladi. Ya'ni OEM widjetlarni oladi, API'larni oladi, faqat ozgina orada vaqt ketib qoladi. Chunki uni olib kelish uchun tarjima ketadi-da. Boradi, kodni olib keladi, tarjima qilib ishlatib ketadi. O'shaning uchun oraga vaqt ketib qoladi. JavaScript kod tarjima bo'ladi, bridge orqali shu tarjima bo'ladi. Keyin native nimasini foydalana oladi. Kamerasi, location, boshqalardan foydalana oladi. Tez sekinroq ishlaydi, chunki shu orada bridge bor. Ya'ni JavaScript kod bilan native qurilmalarning orasida bridge turibdi. Flutter. O'zimiz UI'mizni tuzamiz. U biz React Native'dan olib kelmaymiz-da, operatsion sistema o'zidan olib kelmaymiz, o'zimiz tuzamiz. Hammasini o'zimiz noldan chizib chiqamiz. Dartda kod yozamiz, o'zimiz UI chizamiz. Native widgetlar bor-da, ya'ni Androidda o'zida, iOSda o'zida widjetlari bor, o'ziga qurib qo'yishgan. Qanaqadir konteynerlarni, qanaqadir kalendarlarni o'ziga qurib qo'yishgan. Biz ulardan foydalanmaymiz, balki ularni o'zimiz tuzamiz. Shu Flutterda shunaqa. Xo'p. React Native'dan tezroq, chunki u o'sha bridge ishlatmaydi. Gaplashib o'tirmaydi-da, o'zi tuzib qo'ya qoladi. Nimadan farqi?
Chunki o'zimiz tuzganimizdan keyin mesela React Native qanaqa boradida iOS widgetlarini olib keladi, boradida Android widgetlarini olib keladi. Flutter esa o'zi tuzadi. Demak, bitta kod bo'lsa ham iOS o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rinadi, Android Ha. qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rinadi. Bitta bir xil chiqadi, chunki o'zi noldan qurasiz UI. Engine bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashadi, ya'ni operatsion sistema bilan hammasini o'zi noldan tuzadi. Va shunda ham nima qiladi? Kameraga, lokatsiyadan foydalana oladi. Hali yaxshi to'g'ri. Charchagan. Hop, bu yerga qaytsa, boshqa tilda tushunib ko'riluvchi. Mana bu yerda turibdi native bu. Biz ham yozgan kod to'g'ridan-to'g'ri nima qilyapti? Widgetlardan foydalanyapti. Ya'ni bu shu Android iOS o'zining widgetlari va lokatsiyalardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanyapti. Orada Flutter. Flutterdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanyapti, widgetlardan boshqalardan. Orada widget yo'q. Faqat shu Android bo'lsa, Androidga oid API'lardan foydalanadi, iOS bo'lsa iOSga oid API'lardan foydalanadi. Yani iOS o'zining kamerasini, o'zining locationini olib keladi. Bu yerda endi orada bridge bor. Ya'ni men bilan bir xil deydilar-ku. Bir xil oraga bitta bridge qo'shilib qo'ygan xolos. Bridge qo'shilib qo'ygan. Bridge shu tarjima qilib beradi. Yozgan nima xohlayotganini tarjima qiladi, bu yoq berib yuboradi. Shunaqa qilib native bilan bir xil ishlaydi, lekin o'rtada qatlam bo'lgani uchun sekinroq ishlaydi. React Native. Bu Flutter emas. Bu nima bu? Flutter ham naqd qiladi deb. Menimcha o'zini qaranglar, render qilish uchun bor-ku, sizlar bironta bitta UI chizasizlar, o'sha render qilish uchun Skia degan texnologiyadan foydalanadi Flutter. Hozir o'zgaryapti, bir nimaga o'zgartiryapti. Hali o'zgartirib bo'lmadi, to'liq. Qisqasi Skia degan o'zining nimasi bor? Sizlar UI chizasizlar, widgetlardan foydalanasizlar. O'shani telefon ekraniga chiqarib beradigan texnologiyasi bor. U o'shandan foydalanadi. React Native uni qilmaydi. U boya gaplashganimizdek, shuni ko'chirib qo'ya qoladi. Nativedan olib keladi. Biz o'zimiz chizamiz. UI chizamiz, OEM widgetlarni, operatsion sistemaning widgetlarini foydalanib o'tirmaymiz deyapti. Shunaqa qilib har bitta operatsion sistemaga bog'lanib qolmaymiz-da. Masalan, Androidda bir nima bo'lib, iOSda bir nima bo'lmasa, biz uje charkashib qolamiz. Chunki iOSda topgan narsamizni Androidda topolmaganimizdan keyin charkashib qolamiz. Lekin biz o'zimiz chizyapmiz, ya'ni u bormi yo'qmi qiziq emas bizga. Baribir o'zimiz chizamiz. Shunaqa gaplar. Yerga o'tsak. Endi nimaga Flutter Dart tanlagan? Ya'ni Flutter bu bilasizlar, nima bo'lyapti Flutter bizada? Framework bo'lyapti. Dart esa til. Dart esa til. Nimaga frameworkga aynan Dart tanlangan? Boshqa til tanlasa bo'lmasmi? Endi birinchidan OP style, ya'ni OP ga asoslangan til. Hamma til ham OP emas. Siz OP ga asoslangan, bu kod yozishga osonlik tug'diradi va ertaga, misol uchun, yangi kelayotgan odam, boshqa misol uchun OP tildan kelayotgan odam Dart tezroq o'rganib ola oladi, tezroq moslashib ketsa bo'ladi. Yo'qda sizlar Dartdan boshqa texnologiyaga tez o'tib ketsanglar bo'ladi. OP bo'lganligi uchun. Hali yaxshi to'g'ri. Performance degan joyda aytayapti, boya gaplashganimizdek, xotiradan to'g'ri foydalanganligi uchun ancha tezroq ishlaydi. Performance yaxshiroq ko'rsatib beradi. Sekin emas, Dart tez, ancha tez ishlaydigan til. Masalan, Pythondan ancha tez ishlaydi. Ba'zi tillar bor, bulardan ancha tez ishlaydi. Shuning uchun ham tez ishlagani uchun ham Flutter Dartdan foydalanadi. Bitta sabab. Ha. Shunaqa. Mashhur tillar OP, mashhur emaslar, shu mashhur bo'lmaganligi sababi ham shu OP bo'lmaganligi uchun bo'ladi. Productive dot, ya'ni yozgan kodinglar ham Android iOS ga tarjima bo'la oladi bitta kod bilan. Shunaqa qilib productive, ya'ni ishlarni tezlashtirib beradi. Endi eng yaxshi asosiy sababi Flutter ham Dart ham Google tomonidan yasalganda. Masalan, Flutter Google yasab turib, Dartni misol uchun Microsoft yasab qo'yganda bo'lmasdi. Nimaga? Chunki Flutter aytardi, menga mana bu funksiyalik kerak, Dartingga qo'shib qo'y derdi. Ular nima qiladi? O'ylab ko'ramiz dedi.
ikkalasi ham Google'niki, misol uchun nimadir qo'shmoqchi bo'lsa, Flutter'ga ham Dart'ga ham qo'shib qo'yaveradi, o'ziniki chunki. Shunisi juda yaxshi nimasi, ustunligi. Keyin bitta nimasini aytib qo'ygan. Tree shaking degani appimiz bor-ku, hozir sekinroq ishlaydi. Mana bu ishlatayotganimiz sal sekinroq ishlaydi. Lekin uni productionga chiqarganimda, app qilib chiqarganimda ancha tezlashadi. Nimaga? Chunki kerak emas narsalarni olib tashlaydi, tree shaking bilan. Kerak emas, ishlatilmagan narsalarni olib tashlaydi, ancha tezlashadi. Hot reload degani, anta run o'tibdi, misol uchun men widget testni o'chiraman, qaytadan run qilishim shart emas. Shunda command S bosib qo'ysam, sразу tez o'chib ketadi. Mana shu hot reload deyiladi. Mana shu hot reload degan narsasi bor. Bu hammasida ham yo'qligi. Bu narsa juda kam topiladi. Polni run qilish kerak. Men yashilni bosib run qilish kerak. Bu hali kichkina proyekt qolamiz bilmayapti, katta proyektda bilinadi. Deb bossanglar proyekt boshiga chiqib ketib qoladi, o'sha qaytadan kirib kelishlik kerak. Nima deyapti? Package manager. Package manager bor ekan, PubDev bor, ya'ni butun xalq o'zining mehnatini qo'sha oladi va ulardan foydalana olasizlar. Boshqa odam yozgan koddan foydalana olasizlar. Package PubDev nazarda tutyapti. Chotki dokumentatsiya yozib qo'yilgan. Dokumentatsiyasi ancha yaxshi. Va shu Dartpad bor, hammasida ham bunaqa onlayn nimasi yo'q. Sizlar o'zingizlar hali Android Studio, IntelliJ o'rnatmasdan shu saytga kirib ham kod yozsanglar bo'ladi. Hech narsa o'rnatmasdan. Shu ustunligi bor. Ya'ni hech narsa o'rnatish shart emas-da unga. DevTools bor, ya'ni dasturlashga kerak bo'ladigan toollar bor. U nima bo'lishi mumkin? Debug qilish uchun toollar bor. Debug, masalan, xatolar chiqib qolsa shu debug qilib topiladi. Hali kattaroq programma tuzsanglar ishlatasizlar. Shunaqa toollar bor. Sizlarga ancha yengillashtirib beradi va performance tools degani API'lar qanaqa performance ko'rsatayotganini, qanchalik tez ishlayotganini solishtirib beradi. O'sha narsalar ham bor. Compilation degani boya tashlab ketdik-ku, Dartda. JIT bilan just in time bilan hamda ahead of time degan compilationlarni support qiladi. Mana shunaqa tartibda ishlaydi, короче. Ya'ni yozgan kodinglarni chiroyli tartibda ham Androidga ham iOSga o'tkazib beradi yozgan kodinglarni. Webga bo'lsa JavaScriptga o'tkazib qo'yadi. Mana shu JIT bilan out degan texnologiyalar bu. Shunaqa narsa, qanaqa translate bo'lishi. Sizlar yozgan kod bor-ku, haligi 0:1larga o'tib ketadi-da, 0:1larga. O'sha qanaqa tartibda bo'lishi mana shu. Buni bir to'xtalamiz. Men o'zim chuqur o'rganib kelaman, shuni to'xtalamiz. Okey, hello world yozish ko'rsatib bergan bu yerda, yo'q to'g'ri. Mana bu yerda command line bor, bu ham tugadi, короче. Tamam. Kelasi darsda davom ettiramiz.